Xo'p, sizlarga maqtanadigan bitta narsam bor. Bitta ko'rsataman. Kommentariyaga yozib ketinglar. Gulistonda qaysi mebelchida bor? Shunga o'xshash assortimentlar yo'q. Hech kimni belgilay olmaysizlar, chunki yo'q-da Gulistonda. Короче, sizlarga nomer 1 bo'lgan asl mebelda bitta yangi chiqayotgan tovarlarni ko'rsatib boraman. Razmeri 3 ga 3 bo'ladi. Tak, buni har xil setdagilari bor. Bu agar oppoq, menga to'g'ri kelmaydi, uyimda bolalarim bor desanglar, mana bunaqa seti bor. Nima deyapti? Jurnalning stollari nima deyapti? Qayerda bor Gulistonda? Shunga o'xshash narsalar. Hech qayerda yo'q. O'shaning uchun bitta like-chani bosib qo'yinglar. Desim 65 kilo, lekin sizlar ming narsa qo'ysanglar ham 65 kiloli narsa qo'ymasanglar kerak. 100 kilo bemalol ko'taradi. Bunga bemalol qo'ysanglar, jurnalning stoliga отдельно baho berasizlar. Agar bu jurnalning stoli yoqmasa, ana buni ustidan bor. Agarda menga zamin qilib ber, o'zgartirib ber desanglar, o'zgartirib beramiz. Yana jurnalning stollarimiz har xillari bor. Xo'p, buni yuvsa bo'ladi. Bemalol yuvsa bo'ladi. Material, mo'shi material bo'ladi. Oqini ham, yashilini ham, bejivisini ham har xil sveti bor. Har xil razmerda, ili boshqa svetlari yoqsa, boshqalardan qilib beraveramiz. Mazza qilib ishlatasizlar. Qayerda bu kelishni bilasizlar? Pastdagi nomerga aloqaga chiqib, Telegramga o'tib olsanglar, Telegramda batafsil sizlarga narxlar bilan tashlab qo'yamiz. Charchamanglar.